Avvalambor assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz, ko'p akalarimiz 11.05 so'rashganda 11.05larimizdan yetib keldi. Original variantidan keldi. Ko'rishlaring mumkin. Mana birkalari 11.05 marka 18 ot kuchi. Kimdirlar YouTube'da 20 ta ot kuchi deyapti, unaqasidan emas. Hop, balonlarda blokировкасы bor variantidan. Balonlarning blokировкасы bor. Skorosti 8 ta skorostlik. Hop, insholarga keladigan bo'lsak, mana insholari tepada joylashgan original variantida mana. Orqasini ham ko'rishlaring mumkin. Original o'sha bartavoylik frezalarni ham ko'rishlaring mumkin. Bartavoylik variantidan frezalari ham. Hop, korobkalari katta korobka bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 29 million so'm qilib beryapmiz. Komplektda 2 korpusli pligi bor, frezalari bor, ключ naborlari, persepnoylari hamma yo'g'i bo'ladi. Ishlatib, yurg'izdirib ko'rsatib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamlarimizni qo'yib beramiz, telefon qilishlaring mumkin. Yurish holatlari mana. Skorostlari 6 ta skorosti bo'ladi. Manzilimiz shu Qo'qonda joylashgan. Yo'llari juda ham yumshoq gidravlika holatida. Hop, rullari gidravlika juda ham yumshoq. Balonlari shu Cherokee balonlar qo'yilgan. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatordan qo'yilgan. Balonlarning arasi 90 sm bo'ladi. 60-70 ga toraytirib kengaytirsalar ham bo'laveradi. O'zi kirib chiqadigan variantidan. Narxlarini qaytarib o'taman. 29 million so'm. 2 korpusli pluglari bor, frezalari bor, gidrobachoklari hamma yo'g'i bor. Pluglari ana shu 2 korpusli plug bo'ladi, ichida komplekt bo'ladi. Narxlari shu 29 million so'm. Glushitillari uzun originalidan.